بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetlik muhterem qarindoshlar, biz o'tgan yili payg'ambarlar hayotidan dars alayli nomida bir darsni boshlab 21 qism darsni so'zlab bo'lgan vaqtimizda ma'lum sabablar tufaylidan darsimiz to'xtab qolgan edi. Mana bugun Ulug' Allohning yordami bilan shu darsimizningki davomini boshlash oldida turyapmiz. Alloh xolisa biiznillah bundan keyin har haftada bir qismdan diqqatingizga sunish orqali bu darsimizni kagayadan boshlab, ya'ni 22 qismidan boshlab davomlashtiramiz. O'tgan yili davomlashtirgan darsimiz 21 qism bo'lib to'xtagan. U xususan meningki xususiy Facebook adresimda bor. Cenab-ı Hak Subhanahu ve Taala'dan hammamizni o'shunga o'xshagan dinimizning ta'limotlaridan yaxshi foydalanishga muvaffaq qilishini tilaymiz. Allah Subhanahu ve Taala Qur'oni Karimda ilgari o'tgan nurg'unlagan qavmlarni va ularning ahvolini tilga olgan, zikr qilgan va ularga avatgan payg'ambarlar haqida to'xtalgan. O hakkında, yani o peygamberninki daveti hakkında ve şu peygamberninki kavminin o davetke karta tutkan pozisiyası, muamelesi hakkında ve onundan kinki ahirki neticeleri hakkında Kur'an-ı Kerim'de nurgulluğun yerinde Cenab-ı Allah bizlige malumat bergen. Kur'an-ı Kerim'de bu hakta, yani ilgirkilerinin hayatı hakkında, ilgirki kavimler hakkında, ulanın peygamberleri hakkında, ulağa vatilgen peygamberler, ulanın oturuşunda bulab ötken işler hakkında Kur'an-ı Kerim'nin bunca ola ehmiyet birişi, bu hakta bunca ola malumat birişi bizge, yani Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem'ge ümmet boğan bizlerge ta'lim birişten ibaret. Bizlerge yol gösterişten ibaret. Nimelerden saklanış, nimelerden yirak duruş, nimelerge yüzülünüşünün yollarını gösterişten ibaret. Hoş. Cenab-ı Hak Subhanahu ve Taala'dan Kur'an-ı Kerim ve hadis Resulullah'da gösterilgen talimatlardan yaxşı ünümlük paydalanıp toğru demenip hatadan yirak turup yaşap dünyadan ketkele Allah'a yüzümüz ak, yüzümüz yürük bağlı uçuraşqılı nispet için Allah'tan tileyimiz. Bunu Kur'an-ı Kerim'de tilgab ötülgen vakalikler, tilgab ötülgen kavim milletler ve ulağa ötülgen peygamberlerinin işidin, cümlesinden boğan Lut aleyhisselam ve onunki kavmi ve Lut aleyhisselamның kavmiyle boğan ehvalımı bizge nispeten intayin muhim bir ders. Muhim talimatlarını birdiğen bir kıssa. Nurgun örneklerini ilişimizde münasip boğan bir kıssa, kıymetlik bir kıssa. Biz bugün muşu temi üstüne toxtalımız. Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhissalatu vesselam'ın hemmimiz biladiğen İbrahim Halilullah aleyhisselam'ın zamanında yaşayan bir peygamber. Bir zamanda, bir devirde yaşayan bir peygamber. Nesep cihetten İbrahim aleyhisselam'ınki karindişinin oğlu. Nesep cihetten İbrahim aleyhisselam'ın karindişinin oğlu. İbrahim aleyhisselam'ın cihani hesaplanıyordu. Lut aleyhisselam müstakil ayrım peygamberlik vazifesi yüklenişten burun İbrahim aleyhisselam'a hemra olup yaşayan. İbrahim aleyhisselam'ın seferlerde hem sefer olgan. Cepalarını tanıtkan, davet yollarda, davet hizmetlerde hem nefes olgan bir kişi. Kur'an-ı Kerim'de Lut aleyhisselam hakkında 20'den oşuk urunda Allah, Cenab-ı Allah
ma'lumot bergan. Lut alayhissalomni tilg'ab o'tgan. Mana bunchalar Qur'oni Karimda 20 dan ortiq o'rinda bu payg'ambarning tilga ilinishi, bu payg'ambarning hayotida bizlar bilmasak bo'lmaydigan, o'rganmasak bo'lmaydigan, ibrat olmasak bo'lmaydigan nurg'unlagan darslarning, nurg'unlagan ibratlarning borlig'ini ko'rsatdi. Muhim ibratlarning borlig'ini ko'rsatdi. Xo'sh. O'z davrida hozirgi Falastin va Urdunninki o'ttirg'i to'g'ri keladigan Sadum deydigan bir joy bo'lgan. Hozirgi Falastin bilan Urdunning o'ttirg'i to'g'ri keladigan Sadum deydigan bir yer bo'lib, bu yerning xalqi, bu Sadum degan bu yurtda, bu rayonda, bu davlatda, bu makonda yashaydigan insonlar şu davrdagi odamlarning eng badbaxti, eng nachiri, eng paskinisi, eng xatarlik bo'lgan bir toifa bo'lgan. Amaliyotda Odam alayhissalomning bolalari bizga o'xshaydigan inson bo'lsa-mu, eskilikda uchiga chiqqan bir insonlar edi. Hatta bular shularga kelganga qadar Odam alayhissalom yaratilib, shularning davriga kelganga qadar yer yuzida bulab bakmagan, yüz bir bakmagan, hech kim qilib bakmagan paskinichiliklarni, ya'ni ayollarni qo'yib, erlarga yaqinchilik qiladigan meynatchiliklarni dunyoga keltirgan, kashf qilgan bir buzg'unchilar. Bular shunday bir toif etdi. Cenab-ı Hak Subhanahu ve Taala bularga tavhidni o'rgatish uchun, Allah'ın bar ve birlikini bildirish uchun, Allah'ın azabının qo'rqishning ne kadar muhimligini bildirish uchun, ya'ni o'sha holatda mangsa, onun uchun Allah jazolaydiganligi, o sebeplik Allah'ın azabı ularga tushadiganligi, onun uchun Allah'ın o azabından saqlanish uchun Allah'ın buyruq farmonlarini bajarib keltirishning lozimligini o'rgatish ve ularning arasida keng taqalgan, umumlashib ketgan, hammasi shuning bilan shug'ullanadigan bir vaziyatga aylangan bu qabih fohisha, satchilik, bu paskina jinoyat, xatolikdan ularni yandırishga da'vat qilish uchun, ularning ruhiyatini, qalblarini pokizlash uchun, ularning axloqini pokizlash uchun, ularni bir dindar musulmon bo'lib, dindar mu'min bo'lib yashashga da'vat qilish uchun, jumladan dunyoda insonga loyiq odamiyligi bilan yashash orqali, ben Rabbini tunib, o'zining bandaligini tunib yashash orqali bir sharafga, bir izzatga erishish uchun, qiyomat kunisi bo'lsa Allohning g'azabidan, Allohning dovzaxidan qutulib, saqlanib, jannatga kirguvchilarning qatoridan bo'lish uchun da'vat, ta'lim, tarbiya berishga Alloh subhanahu va taolo Lut alayhissalomni payg'ambar qilib tayinlab avatgan. Lut alayhissalom İbrahim alayhissalomdan ayrılıp, yani şu insonlarga da'vat qilish uchun o Sadum degan yurtga borgan. Da'vatini u yerda boshlagan. Amaliyotda Lut alayhissalom da'vatini ajoyib hikmat bilan, farosat bilan, Allah'ın ta'limoti bilan ilib borgan. Ajoyib güzel nasihatlar bilan, güzel uslublar bilan aşılığa en yakın bo'lgan, aşılının aqliga yakın bo'lgan, aşılığı çokum paydası bo'ladigan, aşılı tushunaladigan, tafakkur qila oladigan, en yaxshi, en güzel uslublar bilan, nasihatlar bilan da'vatini davomlashtirgan. Afsus, bular Lut alayhissalomning da'vatini qabul qilish, Lut alayhissalomning payg'ambarligiga iymon keltirish, uni qabul qilish u yoqda tursin. Lut alayhissalomni inkor qilgan. Lut alayhissalomni inkor qilgan. Uningdan boshqa Lut alayhissalomningki ilib borgan da'vatiga qarshi harakatlar bo'lgan.
Lut aleyhisselamni mesxir kılgan. Lut aleyhisselamga kuldan kelguncha yomonliklarni qilgan. Bular özleri adetlengen bu qabih qilmishdan, bu rezil qilmishdan asla yanmagan. Hatta bara bular Lut aleyhisselamninki nasihatlardan bizarlık ish qilgan. Lut aleyhisselamdan bizarlık ish qilgan, yoqtirmagan. Uningdan o'tib Lut aleyhisselamga tahdidlarni solgan. Sen ma ishingni to'xtatmasang, bizga da'vat qilma degan ma ishingni to'xtatmasang, da'vatingni to'xtatmasang, uni qilsang gunoh bo'ladi, buni qilsang bunda bo'ladi degan bu gapni to'xtatmasang, bizni o'zimizning yashashga qo'yatmasang, biz seni mayurtdan qo'g'lab chiqarib o'tamiz degan tahdidlarni solgan. Xo'sh, bularni bu darajaga, bu holatga kelgan narsa nima? Ya'ni bularningki Lut aleyhisselamni bu derecede yaman ko'rishi, Lut aleyhisselamning da'vatlarini rad qilishlari, hatta Lut aleyhisselam ularni haqqa da'vat qilganligi uchun, baxt saodatning yo'liga da'vat qilganligi uchun Lut aleyhisselamni yaman ko'rishi va masxir qilishlari, hatta yurtdan qo'g'lab chiqaramiz deb tahdid solishlari. Nima uchun bu derecede ig'ir bo'lgan? Bularning bu derecege kelishigi nima sabab bo'lgan? Lut aleyhisselam bular mushu derecege keladigan, mushu derecede açıqlab ketadigan, mushu derecede g'azablanib ketadigan, qolish chiqadigan bir yomonlikqa buyurganmi? Lut aleyhisselamning da'vati qanday bo'lgan amaliyotda? Nimaga da'vat qilgan? Nimalarga tavsiya qilgan? Nimalardan to'sqanti? Biz buning uchun mushahidki Alloh subhanahu va taoloninki Qur'oni Karimda bergan bayonlarga qarab chiqamiz. Lut aleyhisselam bularga qilgan da'vatlarda Qur'oni Karimda nurg'un yerlarda tafsiliy ma'lumot berilgan. Ammo biz bu yerda shulardan bir qismini ibrat uchun, misal uchun bir qismini so'zlab o'tamiz. Lut aleyhisselam ularga inni lakum rasulun amin dedi. Lut aleyhisselamning ular qilgan da'vatining ichida qilgan bir so'zi inni lakum rasulun amin. Men sizlarga avatilgan ishonchlik, omonatdor bir payg'ambarman. Alloh bilan sizlarning o'tirang'idagi bir elchiman. Allah'ın diginini kaldırmaydıgan, onun binas koşmay öz pet yetkizadigan, sizlarga baxtning yo'lini, nijotlikning yo'lini ko'rsatadigan bir omonatdor, ishonchlik payg'ambar elchiman dedi. Bu shuncha qabulab ketadigan, ularni shuncha qabuldatib o'tadigan gapmikan? Amaliyat bunday emas. Onun davomida, da'vatining davomida qilgan ularga bergan ta'limotlarning birisi fattaqullah. Allah'tan korkunlar degan söz ulag'liq. Allah'tan korkunlar. Yani Allah'ın buyruk fermanlarını icra qilinglar. Allah buyurganını qilinglar, Allah to'sqandan yenish orqali qilgan xatoliklar sababli qilish ehtimoli bo'lgan, kelish ehtimolligi bo'lgan azobdan saqlanadiganlik ishni qilinglar. Bir insan xolig'ini qilsa, Allah çekilgen işini kısa, Allah buyurgan işini kımısa, onunla Allah tarafından azap nazil olurdu. Halısı dünyada, halısı ahirette azaplaydı. O kılmışının bir cevabı, bir cezası, bir hesabı olurdu. Demek, ma kılıvatkan kılmışlarına sebeplik, kemekçi olan, kiladigan azaptın kutuluşunlar için Allah'a itaat kılınlar. Allah'ın buyruk fermanlarını icra kılış arkalık, Allah'ın o azabından saklanacağını işe kılınlar diye nasihat oldu. Allah'tan korkunlar diye. Allah'tan korkunlar. Allah'ın azabından saklanacağını işe kılınlar. Yani münker dinleyenler. Şunda şu davetin devamında ve ati'un. Bana itaat kılınlar. Bana itaat kılınlar. Çünkü ben Allah'ın peygamberiyim. Allah'ın buyruk fermanları boyunca silene yetekleydiğen bir insan ben. Silege doğru hatanı köstüp bir şunu evatilgen bir peygamber ben. Benim gipimge işinler. Bana boysunlar, bana itaat kılınlar, bana işinler.
sizlar dunyo oxirat foyda qilishisizlar. Dunyo oxirat baxt saodatning yo'liga mang'alaysizlar. degan bu da'vatni qildi. Uningdan boshqa yana qilgan da'vatlari va ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala robbil alamin. Men sizlardan bu qilayotgan xizmatlarim uchun ajr so'mayman. Haq so'mayman. Bir totog'izga qilib berib, yoki bir da'vat qilib berib, sizlardan haq oladigan ish yo'q. Bir pul uchun, iqtisod uchun, boylik uchun munda qilayotgan o'xshaydi deb qolmanglar. Men bu qilayotgan xizmatlarimning mukofotini Allah'dan olaman. Uni Allah beradi. Chunki bu ishni qilishga meni Allah buyruqliq. Bu yerda hech qanday moddiy manfaat masalasi yo'q. Deganni bu tushundirdi. Yana shu da'vatning davomida, da'vat jarayonida qilgan so'zlari, tashabbuslari amr ma'ruf nahiy munkarlarning birisi ata'tuna az-zukrana min al-alamin va tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun 'adun. Sizlar turmush qurish uchun er-ayollik munosabatda bo'lish uchun Allah sizlarga jup qilib yaratib bergan ayollarni qo'yib erlar bilan munosabat qilamsizlar? Dunyodagi insonlar bilan erkak insonlar bilan munosabat qilamsizlar? Bal antum qawmun 'adun. Sizlar haddidan oshgan qavm ekansizlar. Bu haddidan oshish, bu yo'ldan chiqish bu. Bu hakavurluk, bu mehmeddallık bu. Rabbini tanımaslık bu. Rabbiga asilik qilish. Degan mazmundagi nasihatlarni qildi. Yana shu da'vatining bir qismi va lutan iz qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. A innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkar. Biz Lut aleyhisselamning qavmiga payg'ambar qilib avatdiq deydi Alloh subhanahu va taolo. Bu qavmiga Sodom ahliga payg'ambar qilib avatilgandan keyin bu qavmga dediki, qilgan nasihatlari shu. Innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Siz shundaq bir satchilikni, shundaq bir fahishini, shundaq bir rasvolikni o'tirg'i chiqadinglarki, shundaq bir ig'ir bir nashoyillikni sodir qilyapsizlarki, dünyada bütün dünyada hiç qandaq insan qilib bakmagan. Dünyada hiç bir adam sildim burun qilib bakmagan bir xatolikni sodir qilyapsizlar. Ashundaq bir xatolikka kelyapsizlar. A innakum lata'tuna ar-rijal. Sizlar shahvatingni biz uchun ayollardan hosil qiladigan narsani erlardan talab qilyapsizlar. Erlarga kelyapsizlar sizlar. Yani erler bilen münasebet kılamsızlar. Muşundakmış olamdı. Ve taqta'una sabil. Yolda kişilerini, yolda turup, kişilerini tusap, kişilerge ziyan zahmet etkizilgan, bulan talan kılıdığan, bulançılık kılıdığan, yolda tok tutup, konanlığı yakınını tok tutup, baskınçılık kılıdığan, adamını yirgen durduğan, müşakkalıklığını sadır kılamsızlar. Sizlar hatta o'tiradigan yerida biz yig'ilishib suhbat qilgan, paran qilgan yerda mi xatoliklarni sodir qilasizlar? Mushundaq yerda mi xatolikni, mushundaq yerda mi mushundaq nashoyan, mushundaq yo'lsizliklarni, mushundaq xato ishlarni ishlamsizlar. Ya'ni mushuni adam qiladigan ishmi deydi. Sizlar yolg'iz tursanglarmi, ya'ni yalğız çağınlığı mı kılısırken bu hatalıkını, öyle mi kılısırken, dokmuşulda oturgan yerde mi kılısırken, yolda hakını tosap, uyadı mı kılısırken, yani adamın aklığı kelgen nersinin hemmini kılısırken insan kesler kalsın mı? Muşundak mı yaşayan bağ mı? Muşundak kılıklı mı kılgan bağ mı? Degen mezmundaki davetlerini kıldı. Onda açıklap ketkedek, biz seni qo'llab chiqaryapmiz, gapini to'xtatmasang, deydigan gapmikan bu? Xo'sh. Bularga azab berish uchun, bularga
Allah va'da qilgan azobni aminlashtirish uchun Allah subhanahu va taolo bir qism farishtalarni yuvatadi. Shu farishtalar kelgan vaqtida shu farishtalarga mu ko'z soladi bu malullar. Odam siyaqida kelganligi uchun, inson siyaqida kelganligi uchun bulug'imi niyatini buzdi endi. Hammasi yugurishib oldirib, Lut alayhissalomning uyiga bu mehmon kelganligini bilib, hammasi yugurishib kelishdi. Shu vaqtda hatta yine digini Lut alayhissalomning qala inna haula'i dayfi fala tabdahun. Lut alayhissalom ularga xitob qildi dediki, "Mavla mening mehmonlarim. Mening mehmonlarim. Bularning oldida meni rasvo qilmanglar." Yani bu İslam dinimizin bir güzel teşebbüsü. Bir sahipxonning o'zining mehmonini qo'g'dishi, u mehmoniga yomonlik yetib qilishning oldini olish va uni mudofaa qilish, uni salomat kelgandek salomat yo'lga sap qo'yish qatorliq har ishlarga ko'ngil berish bu dinimizning tashabbusi. Onun uchun bu Lut alayhissalom qavmiga shunday chiroyli xitoblarni qildi. Mushu mazmunda yana boshqa xitoblarimi bor. Bunda qilmanglar deb chiroyli nasihatlarni qildi. Xo'sh, amaliyotda mana yuqorqi nimalarni ko'rib olish mumkinki, amaliyotda Lut alayhissalomning qilgan ta'limotlari, elib borgan da'vatlari ularni ochiqlatadigan, kishiga bir ziyon zahmat yetkazadigan, kishiga to'g'ri kelmaydigan yoki de uningki baxtli turmushini buzadigan, uning rohatsizlik keladigan bir narsa emas. Amaliyotda Lut alayhissalom amaliyotda ularni pakiz yashashga, odamday, insonday yashashga, erday, ayolday yashashga, bir dindar bo'lib yashashga, Rabbini tunib yashashga, dunyoda bir insonlik sharafi bilan, izzati bilan yashashga, qiyomat kunisi bo'lsa, davzaxdan qutulib, jannatga kiradiganlarning qatoridan bo'lishga da'vat qildi. Qilgan da'vati bu. Ular o'rgatgani bu. Oşunun paydası üçün chiqadi. So'zlasa, vaqirsa, jaqirsa, kaysa, oşunun menfaati üçün qildi. Ammo to'lima afsus, bularning bu güzel nasihatga, bu güzel ta'limotga, menfaatlik bir ta'limotga bergan javobi chiqdisa, masxir qilish bo'ldi. To'g'risi haddidan ish bo'ldi. Yuqorida deganimizdek, qo'lab chiqirib o'tamiz, mana gapingni to'xtatmasan. Bizden xalqimizcha yashag'ili qo'y deb tahdid selishlar oldu. Allah subhanahu wa taala bularninki Lut alayhissalomning shu xizmatlariga, shu da'vatlariga qarata tutgan maydoni, qilgan muomalasi haqida ma'lumot berib, bunday deydi. Estağfirullah mineşşeytanirracim. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Lut aleyhisselam ulağı davet kılış reyanında takvalık kılışka, Allah'ın qo'rqishqa, Allah'ın azabıdın qo'rqishqa çakırdı ya. Bular dedi ki, yani sizler ma qilmishni qilaversanlar, Allah'a asi bo'lsanglar, Allah'a itoat qilmasanlar, mening payg'ambarligimni e'tirof qilmasanlar, bana ergeçmesanlar, itaat kılmasanlar, Allah'ın azabı var. Allah sizlerge azap düşürüdü. Dünyada harlık, kıyamet günü ise devzakның dehşetlik azabıga mubtala bulurlar. Degen nasihatlerini kılgan talimatlarını bergen ve Allah'ın ulağı birdiğen azabıdan agahlandırganlık için buna deyişti ki Allah dedi, bulanın cevabı fakat bir-biriga mademni chiqirib o'tinglar bu yerdan. Buni bu kanatdan bu yurtdan chiqirib o'tinglar deyishlar bo'ldi. Nasihat qilgan, ulug'i yo'l ko'rsatgan, baxt haqida, baxtning yo'li haqida ta'limot bergan, izzat sharaf haqida ta'limot bergan, do'zaxdan qutulish, jannatga kirish haqida ta'limot bergan bir kishiga
Bularning degani bu. Bu adamni bir chiqirib anglamay deganni bir qilmisini anglamaylar degan ekan. Uningdan boshqa uningga qanmaydi nima deydam desa, "Etina bi azabillah in kunta minas sadiqin." Ha, agar sen rasullardan bo'lsang, sen tövbe qilmasanglar, ma munkardan yanmasanglar, Allohga itoat qilmasanglar, Allah sizni jazolaydi, Allah sizlarga azob tushiradi degan aşı gapingni rost bo'lsang, bir tushira shu azobni. Aşı Allah'ın azabını bir tushirib yuqirib baqili. Bu derecede dinlaşkan. Bu derecede yolsuzluk qilishgan bular. Hatta şu gaplarını tekrar qilishdi ki, "Qalu la illam tantahi ya Lutu la takunanna minal muhrajin." Başta şarat qilganimizdek, eğer sen ma qilmishingdan, ma yo'lingdan, ma da'vatingdan, ma şarkitingdan to'xtamasan, sen elbette çoğunki qo'g'lab o'tilgichilardan bo'lasan. Biz seni qo'g'lab chiqarib o'tamiz shak shubhasiz. Bu so'zlarni qildi. Va shuningdek, "Va ma kana javoba qawmihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. İnnehum unasun yatatahharun." Bular o'zaro deyishdiki, bularning bergan javobi shu bo'lashdiki, ularni kentanglardan, yurtinglardan chiqarib o'tinglar ya. Ya'ni Lut alayhisalom oilasini. Chiqarib o'tinglar bularni bir beshimiz saq bo'lsin deydi. Ha, bular innehum unasun yatatahharun. Bu pak buluşni xohlaydigan, paklikni izlaydigan, iffetlik, hayolik odamlar ekan bular. Bir chiqasin ama biz mehnat olgandan keyin. Bu degani Lut alayhisalomning ras pak, o'zining ras nejis paskana mehnat rasvoligini bilganlikdan emas, e'tirof qilganlikdan emas, masxara qilishdan. Ma qilayotgan ishinglar mehnatlik ma'u degandan keyin, ma'u pokiz ekan, bu avliyo azam ekan bular. Bir chiqasina biz pokiz paskana olgandan keyin, biz mehnat olgandan keyin biz qoldim yerda. Demak, digudek gapning hamandaglik ekan. Bir nasihat qilganlik uchun, ta'limot berganlik uchun, yo'l ko'rsatganlik uchun, qilgan qilmishlari sababli bir azobga va halokatga duchor bo'lib qolmaslik uchun nasihat qilganga bergan javobi bo'ldi. Azg'unlikning va azg'unlikdagi insonlarningki ahvoli bu. Allah hammamizni azg'unlikdan saqlasin. Azg'unlikni hidoyat deb tunib qilishdan texmi qattiq saqlasin. Xo'sh. Mana bular osiylikda, itoatsizlikda, bu rasvolikda, bu nacharlikda haddidan oshgandan keyin, tug'an sira avzaylagandan keyin Alloh subhanahu va taolo Lut alayhisalomning "Qala Rabbin surni alal qawmil mufsidin" degan duosini ijobat qilib, ya'ni ey Robbim, menga ma buzg'unchi qavmga qarshi bir yerdan basla endi bo'lmadi degan bu duoyini ijobat qilib, mana ularga azob tushirmoqchi bo'ldi. Va'da qilgan shu azobini aminlashtirish uchun va u azobdan Lut alayhisalom va Lut alayhisalomning oilasini, ayollardan boshqa mu'min bo'lgan oilalarini qutuldirib qilish uchun bir neçilgan peygamberini evetti. Lut alayhisalomga bu haqda, ya'ni azobning, Alloh va'da qilgan azobning aminlashadigan vaqti kelganligi, duoning ijobat bo'lganligi, uning uchun Lut alayhisalom oilasini olib bu yerdan chiqib ketishning lozimligi haqida ma'lumot berish uchun farishtalar keldi. Xo'sh. Amaliyotda Alloh subhanahu va taolaning azobi, jazosi aminlashdi. Dünyada mı şunda oldu, ahirette hem bunun devamını tediydi. Bu azgınlıkның, zalaletның, buzgunçılıkның, zalimlikның, yolsuzlukның ki bir akıbeti var, bir hesabı var, cezası var. Hiç kim ondan kızıp kurtulamaydı. Bularının kılgan Mehmet Dallık'ı özgür layık cezanı keltirip çıkardı. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ degan bu ayet-i kerime arkalık Allah subhanahu ve taala ulağı bergen ve emilleştirgen azapның ahvalını bayan kılıdı. Cezanın ahvalını bayan kılıdı. Bizden emrimiz kelgen vakitte deydi Allah. Bizden ulağını halak kılış emrimiz, kararımız vakti kararı kelgende azabımız düşken vakitte biz ulağının üstününü astınga astını üstün kılıp ettik deydi.
ularning o sha'ni ashularni ichida qoldirib, üstün qilib etdik deydi. Kumpay-kum qilib etdik deydi. Allah qanday azab berishni xolasa, shunda azab berishga qodir. Allah'ın azabını ko'rib beqishni arzu qiladigan narsa emas. Allah'ın azabını sinab baqadigan azab emas. Allah dunyoda saqlasin, qiyomat kunida saqlasin. Biz ularga to'xtamay keyin tushib turadigan qiypal, sapal taşlardan yağdırdık deydi. Yağmur yağdırgandek yağdırdık deydi. Qiypal, sapal taşlarını. Keyin yağdırdık deydi. Musavvamatan inda rabbik, o taşlar Rabbinin huzurida qanday qilinganligida belgi qo'yilgan taşlardı deydi. Allah'ın huzurida belgi qo'yilgan maxsus taşlarni aqim üzüştürmey qanday qildik? Yağdırdık ularning tüpüske. Mana jazo berdik deydi. Chiroyliq nasihat qilsa, baxtning yo'lini ko'rsatsa, haqni ko'rsatsa va uni da'vat qilsa, uning bergan javobi bu bo'lganligi uchun, endi uning kelgan jazosi bu bo'ldi. Va ma hiya min az-zalimin biba'id. Aşında keyin tushadigan, insonni halok qilib o'tadigan, vayron qiladigan, ya bilan yeksan qilib o'tadigan aşında azaplar zalimlardan yiroq emas deydi Allah. Aşında qilmishni, haqni inkor qilish, Allohga osiy bo'lish, Allah'ın peygamberinin risaleti ve davetini rad qilishdan iborat. Haqni so'zlaganligi uchun uningga jazo qo'llanish, uni masxir qilishdan iborat. Bu qilmish kimdan sodir bo'lsa, qanday bir millatda, qanday bir qavmda, qanday bir davrda sodir bo'lsa, bizning aşı ilgiri anda qilganligi bergan azobimiz bulug'imicha yiroq emas deydi. İlgirikiler, aşında cezaga mubtala bo'lganlar, qachon mubtala bo'lganlar, qilgan aşı xatolikni, sodir qilgan shu xatolikni kim, qachon, nerede sodir qilsa, aşılığı şu sebeplik bergan azobimiz yana bor deydi. Şuna insanlar haddini bilish kerak. Rabbini tunish kerak. Rabbiga asi bo'lmaslik lazım. Rabbiga itoat qilib yashash lazım. O üzücü yaratılıp olgan narsa emas. Allah onu öz kudreti bilen yaratganligi uchun, yaratışdagi maqsadi o'zining bandaligini ve yaratgan Rabbinin ilah Rabbi yaratquchi ekanligini tunish ve onun buyruq farmonlarini icra qilishdan iborat maqsad muddo bilan yaratganligini bilish, o'rganish, boshqalar payg'ambarlar uning varislari so'zlab ta'lim bersa, uning yaxshi quloq solib o'rganish. Dunyoda inson musulmon bo'lib yashash, şereflik, izzet bilen yaşaş, kıyamet günüsü olsa Allah'ın razılığı kırıştığın ibaret, doğru yolda meniş. Bütün insanlar bununla Allah'ı qanday qilish kerak, Allah'a ehmiyet berish kerak. Ama yoldan çıkıman dese, ağzımga kelganda deyman, oldimga kelganda qilaman deydigan bo'lib qolsa, mana ashundaqligi bergan azobni Allah yana beradi. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ. Biz uyada deydi, şu kenette, şu Sadum kentide dertlik azaptın, qaqşatquç azaptın, veyran qılğıcı azaptın, çiqratquç azaptın, qiyomat gün dozaqdagi azapni tasavvur qilib bo'lmaydi. Süpetlep bo'g'ilib bo'lmaydi. Ashundaq süpetlep bo'g'ilib bo'lmaydigan azaptın qo'rqadigan kishilarninki ibrat elishi uchun, aşında kişilerinin ders elişi üçün, üzünün onşu bilişi üçün, biz o kenette cezayimizin, ulağı bergen cezayimizin alametlerini, belgilerini koyduk deydi Allah. İbrat aslında. Hoş. Yani bu bizden Lut aleyhisselam ve onun kavmi bilen boğan bu kıssidin bir neçe mezmununu xulasalaymiz endi. Bir neçe mezmununu xulasalaymiz. Biz bu dersden, yani bu qissadan nima o'rganamiz? Ixchamlaganda nimalarni o'rganamiz?
az olğanda mı? Biz tövende bir neçe türlük, 7-8 türlük məlumatlarını xulosalab o'tamiz. Birinci, Lut aleyhisselamның Sadomga bargandan keyin ta şolu halak kılangan kadar bu ötken jaryanıdan, hayatıdan aladigan birinci dersimiz adamlarni haqiqatga, Allah tarafga, Allah'ın diniga, Rabbini tunishga davet qilish xizmatini qattiq chang tutishning lozimligini o'rganamiz. Nada olayli? Ve bu hizmetni izchil ishlashning lozimligini o'rganamiz. Allah'a davet qilish, kishilarga haqni yetkazish bu bir qitim ya ikki qitim ya bir ay ishga qilib qo'ydigan narsa emas. Senin aşındaq imkaniyetin bo'lgan vaqtdan boshlab ta nafasingdan qolgan qadar davomlashtirsa demekçi. Biz bunu günümüz. Üçüncü, bu yolda mana aşındaq yolsuz insanlığa, buzguncu insanlığa haqni ögütümen, haqni sözleymen dese, ulardan her xil eziyetinin kiladiganlığı, her xil xapılıqlarının kiladiganlığı, her xil tehditlige, mesxir qilishliga, eziyetlerge uçuraydiganlığımızı bilişimiz ve şunu bilip durup, aşılağı çidip durup bu yolda ilgirileştin lazımlığını bilimiz. Bunu günümüz. Dördüncüden davet qilish bir yerga xos emas. Yoki de ma'lum bir xilq qilam xos emas. Agar ehtiyoj tug'ilsa, yurt aqlab birib bu davetni kengaytish, bu davetni taqitish. Agar sen turayotgan yurtda sendan boshqa mahlilin beyken, davet qilguvchi haqni to'g'ri xatoni olib beradigan, bu haqda kishilarni to'g'ri yetaklaydigan adam bo'lsa, yana bir kentda yoki yana bir rayonda yoki boshqa bir yerda davet qilguvchi bo'lmasa, u yerda mishan mening yurtimda, men mishan ko'ngantim emas, haqancha ko'ngan bo'lsam tashlab, shu xalqni davetchisi yo'q shu xalqni azg'unlikda, xatolikda ketib qolayotgan shu xalqni hidoyatga boshlash uchun, ularga davet qilish uchun, ularga dinning ta'limotini o'rgatish uchun yurt aqlab, yurt kizib berish, safar qilish, dinni taqitishninki lozimligi. Bularni o'rganamiz. Şunu bilan birga 5-dan haqiqatning, haqning egisi gerçi bine chiqish olib qolsa, yoki bir oila olib qolsa, va yoki bir tal odamlar bo'lib qolsa, uning hamini haq ekanligini bilish. Batılның әгәшкүчеләре qancha ko'p bo'lib ketsin, batılның hamon batıl bo'ladiganligini bilish. Yani bir yurtning, bir rayonning yoki bir davlatning xalqining bir xatolikka yuzlanib ketganligi, hammaning shu xatolikka yuzlanib ketganligi, masalan, bütün xalqning zina fohishiga yuzlanib ketishlari, do'qmishda fohishlarning eshib ketishlari, o'sha fohishining to'g'rilab qilishlik keltirib chiqarmaydi. Onun to'g'riliqini ko'rsatmaydi deganni bilib olamiz. Bir yurtning xalqining hammasining jazoni petib ketishlari jazonining halolligini ko'rsatib qo'ymaydi. Buni bilamiz. Bir shaharning aholisininki hammasi o'xshash bir narsani, bir xato ishdan beni qilsa, birisi bu xato deydigan bir odam bor. Ammo u yolg'iz ekan. Mesela hemmeden arak tamaki üzülüp gitti. Ya ki cezanı üzülüp gitti mesela. Ama birisi kırındaşlar bunda kılmanlar. Mavu asilik mavu. Ma Allah'ın itaatinden çıkarlık mavu. Siline Allah'ın azabı duçar kılıdığın kılmış mavu. Bunda kılmayla davatıdır bir tal edem. Ama kalan 99 hemmisi neymiş ki hata oldu ki hemmeden kılıp atmamdı. Bugünkü davri qaysi davri deb hammasi shu tarafga ketdi mesela. Bununluk bilan, yani aşı zina fahişini, haraq tamakini, aşı o'g'irlikni, aşı jazoni xo'rlikni xato deguchininki bir tal bo'lib qolganligi va uni to'g'ri deguchining uni ishliguvchilarninki ko'p bo'lganligi bu haqning haqligiga, batılning batılligiga ta'sir ko'rsatmaydi deganni bilib olamiz.
Sadumdan ibaret bir yurtning ahlining hammasininki betchivoz bo'lib ketishlari, o betchivozlikninki qisib o'tgan ishkanligini ko'rsatmadi. Uni to'g'ri deb turmagan bo'lsa-mu, oxiri Allohning azobi bilan halok bo'ldi. Lut alayhisalom yolg'iz bir kishi uni xato deyishda davomlashganligi oxiri shuningki to'g'ri bo'lib, Allohning yordamiga Lut alayhisalomning erishganligi bu haqiqatni ko'rsatdi. Xo'sh, 6-dan bu yo'lda har bir inson, bir musulmon o'zi tutgan, o'zi mangan yo'l agar haq bo'lsa, Qur'on hadisga, Allohning murodiga, Allohning ta'limotiga uyg'un bo'lsa, sunnatga uyg'un bo'lsa, ya'ni mangan yo'li haqiqatan haq bo'lsa, o'zicha haq emas, amaliyotda haq bo'lsa, islom dinining ta'limotlariga asosan tutmagan yo'li haq bo'lsa, gerçi o yalğız bolsa-mu, o yolda mustahkam turishning lozimligini o'rgandik. Hammadan bunda qiladi ekan, men qilmadi ekan, men qilmaya deyishning xatoligi. Hammadan ne qilmasa ma'sum. Sen Allohning ko'rsatgan yo'l tarafiga mangsan. Yalğız olsangmi? Neticede Allohning yordami sana keladi. Yalğız olsangmi, haqdan voz kechmaganliging uchun. Ama ağırlığı çoğduysa, batılını bazatap durğanlığı üçün, onun da davranışkanlığı, onun da evzeyli geldiği üçün Allah'ın azabı olağı gelir. Bunu bilimiz. 7-den hak olan batıl oturuşta bulup ötken, buluduğun cidel maceralar, mücadeleler, ilişkiler, sürkünüşler hiç kaçan cevapsız kalmaydıqanlığını bilip alımız. Bu aşında qalam taşlanıp ketmeydiganligini bilip olamiz. Haqda mustahkam turganning onun mukofatini oladiganligi, haqqa qarshi botil bilan yashaganning, botilning tiripida turganninki onun jazosini oladiganligini. Har bir ishninki oyog'ida bir xulosasi bo'ladiganligini bilib olamiz. Shunga deginim degan deydigan ish yo'q. Hech qachon degini degan qilg'ini qilgan bo'lmaydi. Bunun bir hesabı var. Ma dünya bakağa yaratılgan dünya emas. Bu insan, bu bunçola bir insan, bütün organları tak boğan, birisi-birisinden kıymetlik boğan, alahidilik igi boğan, bunçola bir insan bakadan bakağa yaratılgan emas. Bunçola insanlığını, bunçola mahlukluğunu, bunçola kainatını yaratkan Allah, bunu mündalam taşlap koyduğun şey yok. Sonra insan huşunu yığıp yürüyüş gerek, hatadan, batıldan, qurbi qanchalik yashashunchalik yaroq turishi kerak. Oyog'ida keladigan natijada mukofot oladiganlardan bo'lishni izlash kerak. 8-ci odam o'zining ko'ngli xohlaganini qilaverish. Men tabiatim xohladi, mujazim shuni to'g'ri ko'rdi, yoki men shundan lazzat hosil qilaman. Ya hammadam qiladi ekan. Bu mu kıldıkken, bu mu kıldıkken, azı bugünkü dünyada emmeden kılıvatkan bir iş digen nesi bilen aşı özünün nefsi doğru kösetken, şiraylık kösetken, güzel kösetken, lezzetli kösetken işinin emmini kılış. Bu işilde şeriatına hakim kılmaslık, şeriatının kösetme talimatlarına kulak sağmaslık o insanı dünya ahiret Allah'ın azabına ebbaradığın kılmış kelligini ügendik. Bunu xulasalaymiz. Bunu günümüz. Yani insan hoşunu yığıp yaşaşı gerekken. Aldığı kelgeninin emini kılıyorması gerekken. Ma dünyada yaşaşta özünün haişini, özünün şehvani nefsini, insani nefsini, özünün tabiitini hakim emez, şeriatına hakim kılıp yaşaşının, şeriatının talimatı ölçümü boyunca yaşaşının lazımlığını göndük. Yani insanın tallaşlarının hemmesi doğru olup ketmeydiken. Onun tallagan tallaşları, halıgın halaşlarınınki kaysı doğru, kaysı hata, bunu şeriat belgilep birdiğin boğulduğu için aşı meselelerde, insan şuğullanıdığın, hepinleşidiğin meselelerde aşı meselelere karşı şeriatının talimatı ne mi? Bunu karab, bunu kulak silip durup yaşayışının lazımlığını öğrendik. Cenab-ı Hak Subhanahu ve Teala bizlerini hergiz özünün məxluq bir bəndə, aziz bəndə ikənligini unutup qılıb, Rabbini tanımaydıqan insanlardan
məxluqlardan, zalimlardan, buzğunçulardan qılıb qoymasın. Muşundaq yaxşı nəsihətlərini, ibrətlərini anlaganda, Allah'ın təlimatlarını anlaganda, bunundan yaxşı dərs, yaxşı ibrət elib, toğruda haqq üstüdə məngişqa intilgüçülərdən, bunu izdigüçülərdən qılsın. Allah Cenab-ı Allah dünyada izzet bilen, şeref bilen yaşayıcıların qatarıdan, ahirette cennetine kirgüçülərinin qatarıdan qılsın. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.